Nigora bundan 4 yil oldin o'zlari uchun dezodorant olish maqsadida jamoamga kirib kelganlar. Kirib kelishlari ham juda ham ajoyib bo'lgan. Hozir uydan olib chiqaman, siz ekan domla pastiga keling deb Nigorani chaqirganman. Lekin 5 minut o'tib xo'jayinim bilan biz ovqatlanishga xayol bilan ketib qolganmiz. Ovqatlanishga borganimizdan keyin Nigora menga telefon qilganlar. Men keldim dezodorantga deb, men rosa ham uyalib ketganman. Keyin nima deyishni bilmasdan kalitimni yo'qotib qo'ydim. Hozir ko'chaga kalitimni qidirib yuribman deb aldaganman. Hozir ukam olib chiqib beradi deb Nigora o'sha kuni haligacha esimda juda ham kuchli yomg'ir yoqqan. Xijolat bo'lmang opa, men har kuni metroga kelaman, o'qiyman deb aytganida juda ham xursand bo'lib ketganman, chunki bunaqa vaziyatda men o'zim ham qaysidir klient bilan urushib ketgan bo'lardim, lekin Nigora juda ham chiroyli tushungan va ertaga kelaman, hech ham xijolat bo'lmang deb aytganman. Tekin dastavka qilaman, uyingizgacha chiqarib beraman deganimda ham yo'q, o'zim kelaman deb aytganida men juda ham hali tanimagan bu qizimga onlayn o'zim mehr qo'yganman. Va mana shu mehrimiz hozir 4 yildan beri birga ishlab kelamiz. 1 yildan buyon Toshkentda o'z ofisimni ochganimdan keyin biz hozirda har kuni deyarli birgamiz. O'sha kuni ketkizgan 2 soat vaqtim menimcha bugungi natijam uchun juda ham zo'r arziydi. Gulxay opamning qo'llaridan tutganimga umuman afsuslanmayman va boshqa qizlarga ham shuni tavsiya qilaman. 4 yil oldin yomg'irda 2 soat meni kutib qolib ketgan Nigora hozir kunda Faberlic kompaniyasining oltin direktori. Hozirgacha 26 million, 25 million, 30 million bonuslarni qo'lga kiritgan hamda o'zini shaxsiy avtomobiliga ega bo'lgan direktorim. Shogirdlarim yutuqlari ko'pligidan esimdan chiqib qoldi. Nigora o'zlarining shaxsiy o'ylarini ham olganlar. Bittagina ishonch butun hayotimni o'zgartirishga sabab bo'ldi. Biznes boshlamoqchimisiz? Birinchi o'rinda o'zingizga ishoning. Ikkinchi o'rinda tanlagan biznesingizga ishoning. Uchinchi o'rinda tanlagan ustozingizga ishoning. Ana o'shanda natijaga erishasiz.